Bismillah azizlarim, va'da berganimdek astarli jaketimizning bichib tikish jarayonini video qilib tayyorladim. Inshaalloh siz uchun manfaatli bo'ladi. Jaketimizga ko'rsatilgandek adib va astar bichamiz. Ko'p hollarda andozasiz ishlayman. Aslida esa Yevropa standartlariga javob beradigan andoza va texnologiya bo'yicha tikishni o'rganganman. Inson o'zi uchun vaqt o'tgan sayin qulaylik yaratib boradi. Ish tajribamdan kelib chiqib ko'p holatlarda andozasiz ishlayman va bu men uchun juda ham qulay. Andozasiz tikib bo'lmaydigan fasonlar ham bor. Masalan, kostyum, drapirovkali murakkab fason, oqshom liboslari va hokazo. Agar tikuvchilikka qiziqsangiz, ketgan vaqtingizga va pulingizga hech qachon achinmang. Doimo ilm oling va izlanishda davom eting. Sababi sizdagi qiziqish boshqa insonlarda topilmaydi. Adiblarimizga filizerinlarni yopishtirib olamiz va adib bilan astarimizni o'ngisini o'ngisiga qo'yib ulab olamiz. Orqa tomon adib astarga ulanayotganda astariga skladka berib yuboramiz. Sababi astar tortilib, sitilib ketmasligi uchun nafaqat jaket, balki kostyumlarni ham orqa tomonni astarini o'rtasida skladka bilan tikiladi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, eng qiziq joyida bitta reklama bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Bu jaketimiz qizlar uchun tikildi. Baho berish sizdan, harakat qilish bizdan. O'zingizni doimo ehtiyot qiling.